Assalomu alaykum hurmatli Xudoyor Fishing TM obunachilari. Bugun biz platnik ko'limizga kelganmiz. Xudo xolasa ikkitasiga otma qilib, bittasi pokli usulda Xudo xolasa qarmoqlarimizni tayyorlab tashlab qo'ydik. Inshaalloh natijalar bo'lsa sizlarga ko'rsatishda davom etamiz. Avvalo uzr, prosta baliq chiqargan holatimiz boshqa yo'q bo'lib qoldi. Ming bor uzr so'raymiz sizlardan. Ozgina telefon ushlagani boshqaga odam kerak bo'lib qolibdicha muammolar bo'lib qolyapti. Shu sababdan sizlarga olgan ushlagan baliqlarimizni nimasini ko'rsata olmayapmiz. Uzr so'raymiz oldindan. Xudo xolasa uzun marketni zakaz qilib qo'ydik. Telefon o'rnashtiradigan narsalarimiz kelib qoldi. Xudo xolasa olamiz. Ertaga keladi Xudo xolasa. Sizlarga uni ham ko'rsatib o'tamiz inshaalloh videolarda nasib bo'lsa. Xudo xolasa u zo'r bo'ldi. Общем konkret nima deydi? Taassurotlar o'ta bomba. Miyalar mazza qilib dam oladi, boshqa bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting sizlar bilan. Xudoyor Fishing TM YouTube kanali ovchilari bo'ldi, ovchisi bo'ldi. Xudo xolasa u vashi zo'r. Adrenalin deydimi, nima deydi? Shunaqa. Xudo xolasa вообще mazza qilib yubordim. Buni kayfini faqat ovchilar biladi, to'g'rimi? Ovchi akalar. Xudo xolasa yozib ketamiz. Ozgina nima bo'lmayapti, gapira olmayapmiz. Endi bundan ba'ga Xudo xolasa o'zimizni videolarimizni joylashga harakat qilamiz. Sizlar bizni kuzatishda davom etib, har bitta qo'yib turgan videolarimizga like, kommentariya, obuna bo'lib, Xudo xolasa podдержка qilib tursalar, bundan ham zo'r natijalar bo'ladi. Xudo xolasa biz Xudo xolasa obunachilarimizga 10 mingta bo'lganda sekin-sekin brendimiz tushirilgan futbolka, kepka, xullas yaxshi qarmoqlar podarka qilishni niyat qilib qo'ydik. Xudo xolasa inshaalloh bitta ovchi do'stim bor. Xudo xolasa o'sha bilan shuni niyatini qilib qo'ydik. Xudo xolasa nasib qilsa inshaalloh sizlarga tarqatamiz. Bizga obuna bo'lib, yaxshi podдержка bo'lib, zo'rlab podдержка qilib tursalar, bundan-da zo'r bo'ladi. Xudo xolasa bizni kuzatishda davom eting. Mana ketdik bo'lmasa.